Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo din dushmanlari bo'lgan tajovuzchi Xitoylar tarafidan qiyin qistoqlar bilan yoki ochliqdan yoki ko'ydirilib shahid qilingan barliq qarindoshlarimizni eng yuqori martabalarga ega qilsin. Ularni qabul bo'lgan shahidlar qatoridan qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan jannatda qo'shni qilsin. Biz Sharqiy Turkistonliklar bugun nihoyat hayron qolgan holda Xitoy tajovuzchilarining nurg'unlagan qarindoshlarimizni o't ketish bahonasi bilan shahid qilganligini va u o't kuyayotgan qarindoshlarimizning faryod urib bizni qutqizib oladigan hech kim yo'qmi degan ovozlarini anglayapmiz. Va o qarindoshlarimiz Allohning dargohiga ketdi. Men bugun bu yerda biz Sharqiy Turkistonliklarning yillardan beri diqqat qilib bo'lolmayotgan, aslida bizning oldin ola planlashga tegishli bo'lgan masalalardan bir nechasini aytib o'tmoqchiman. Biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklarning ko'pinchimiz 2015-yildan keyin Allohning izni bilan vatanimiz Sharqiy Turkistonni bu zolim, mehnat, axlat Xitoy tajovuzchilarining qo'lidan qutqizamiz. Chet elga chiqqandan keyin tarbiyalanib, tashkillanib Xitoylarni vatanimizdan qo'llab chiqarmaymiz degan orzu umidlar bilan. Chet eldagi ba'zi Sharqiy Turkistonliklar bo'lsa, chet ellarda yaxshi universitetlarda o'qib, doktor, professor bo'lib, vatan xalqim uchun yaxshi xizmat qilaman degan niyat maqsadda chiqqan edik. Biz chet elga chiqqandan keyin toki 2015-yilning oxiridan boshlab Xitoy tajovuzchilari har xil yangilik qirg'inchilik usullarini ilib berib, qiyin qistoq va to'plama kamplarini, lagerlarni ijod qilib 8 millionga yaqin begunoh xalqimizni turli qiyin qistoqlar bilan och qo'yish orqali har xil inson tasavvur qilolmaydigan shakllarda shahid qildi va qonli qirg'inchiligini davom qildi. Bizning Xitoy tajovuzchilarining bu rezil qilmishiga va qotillik jinoyatlariga qarata bergan javobimiz Xitoylarga nisbatan hech qancha cho'ng ta'sir ilib bormadi. Ammo butun dunyo davlatlari xalqaro Sharqiy Turkistonda nima ish bo'layotganligini, Uyg'urlarning qaysi qiyinchiliklarni, zulmni, qirg'inchilikni boshdan kechirayotganligini yaxshi bildi. Ammo xalqarodagi davlatlar Sharqiy Turkistonliklarning boshdan kechirayotgan bu zulmga qarab sukut qildi. Eng yaxshi deb qaralganlari Xitoylar zulm qilyotdi, erkiy qirg'inchilik ilib beryotdi deb qo'yish bilan to'xtab qoldi. Xitoy tajovuzchilari buningga pisal qilmay, yana turli yangi ijodiyatlarni chiqarib xalqimizni qirg'in qildi. Xalqarodagi davlatlar, mayli musulmonlarning davlatlari bo'lsin, Turkiy davlatlar bo'lsin va yoki kuchli Yevropa ellari bo'lsin, Xitoy tajovuzchilariga qarshi amaliy zarba ilib bormadi va bizga amaliy yordam bermadi. Buning sababi Xitoy tajovuzchilarining mayli tijoriy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, diplomatik munosabatlarda bo'lsin va yoki o'rtaq dushmanlarga qarshi taqobil turishda bo'lsin, o'ziga qarshi ziyon yetib kelishidan ansirab Xitoylarga qarshi turmadi. Har vaqt tajovuzchi Xitoylarga nisbatan yumshoq diplomatiya qo'llanish bilan harakat qilib keldi. Bizning ulardan, Turkiy davlatlaridan, musulmonlarning davlatlaridan, Yevropa ellaridan buningdan cho'ng bir narsalarni kutib saqlashimiz, sukut qilishimiz bizga faqat ziyon olib keladi. Men bu yerda namoyish qilishning ahamiyati qolmaydi demoqchi emasman. Albatta xalqimiz o'z noroziligini, jasoratini Xitoyga qarshi ekanligini bildirish uchun davomli turda namoyish faoliyatlari ilib berilishi kerak. Uningdan boshqa har xil faoliyatlar davomli shaklda ilib berilishi kerak. O'zaro bir-birimizga ishonish, bir-birimizni tushunish uchun jamoatlashishimiz, tashkillanishimiz kerak. Xitoy tajovuzchilariga qarshi ishiladigan iqtisod to'plashimiz kerak. Iqtisodiy kuchimiz bo'lmasa, boshqa faoliyatlarni ilib bora olmaymiz. Yana bir jihatdan davlatlar bilan bo'lsin, shaxsiy tashkilotlar bilan bo'lsin, inson haqlari jamiyatlari bilan bo'lsin, islomiy jamoatlar bilan bo'lsin, o'zaro diplomatiyamizni, munosabatimizni kuchlantirishimiz kerak. Uning uchun kuchli bo'lgan Uyg'ur jamoati, ya'ni Sharqiy Turkistonliklarning jamoatini sistematik tashkillik bir jamoatni barpo qilishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, hech qanday bir davlat, hech qanday bir xalqaro cho'ng tashkilot bizni qabul qilmaydi, e'tiborga olmaydi. Uningdan boshqa biz davomli shaklda mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, fan texnik jihatdan bo'lsin, askariy jihatdan bo'lsin, ta'lim tarbiyani uzib qo'ymasdan davomlashtirishimiz kerak. Biz uchun hayotimiz qanchalik muhim bo'lsa, vatanimiz qanchalik muhim bo'lsa, tajovuzchi Xitoylarga qarshi turish qanchalik muhim bo'lsa, ilm fanmi shunchalik muhim. Agar bizda ilm bo'lmaydi ekan, bilim bo'lmaydi ekan, o'zaro dushman tutishib, hech qanday sababsiz, isbotsiz, dalilsiz bir-birimizni xoinga, munofiqqa, millatni o'qiltayotgan satqinga chiqarish orqali o'z ichimizdagi ming tasda shakllanayotgan birligimizni chuvib, xalqimizning kallasini qaydirib, bir-birimizga ishonmaydigan, bir-birimizni tushunmaydigan 2 yoki 4 odam bir yerga kelsa, shubha bilan qarab bir ishni xotirjam holatda vujudga chiqarishga ishonch bog'layolmaydigan holat shakllanadi. Sharqiy Turkiston xalqi nihoyat axloqli, nihoyat ishonchli, nihoyat aqlli xalq bo'lg'achqa, yillardan beri o'tirg'i chiqqan xalqimizni bo'lmoqchi bo'lgan,
kechilanlıqqa iştəgən, başqalarını qarğılaçı haqoratlab, qarğılaçı ərz şikayət qilib, xalqarada dövlətlər arasında Uyğurlarning yuz obro'yini tökkan, xalqarada ko'zi ko'ringan tashkilotlarning yuz obro'yini tushirib, xalqarada hech qanday bir Uyg'urning, hech qanday bir Sharqiy Turkistonlikning gepi o'tmas holatga olib kelmoqchi bo'lganlarni xalqimiz asta donni samondan ayirganga o'xshash ayirib chiqib, ularni yolg'iz tashlab qo'ydi. Ta bugungi kunga qadar siyosat maydonida boshqalarga qarg'ularcha haqorat qilgan, boshqalarda bo'lmagan sifatlar bilan bo'xton choplagan, xalqimiz orasida bo'ljinchilik tug'dirmoqchi bo'lganlarning hech biri utuq qozonolmadi, xalqimiz tarafidan yolg'iz tashlab qo'yildi. Ular hamon xalqimiz tarafidan shallanadi, hamon xor bo'ladi. Dunyoda ham hisob beradi, oxiratda ham hisob beradi. Oxirida 3-chi bo'lib, eng oxirgi qatim eskartib qo'ymoqchi bo'lganim, biz Xitoy tajovuzchilarining buningdan keyinmi har xil farqli usullarda, balki bugun biz tasavvur qilolmayapmiz, tasavvur qilolmaymiz. Ammo Xitoylar buningdan oshirib zulmini davomlashtirdi. Buningdan oshirib qirg'inchiligini davomlashtirdi. Haddidan davomli oshirdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ularning qalblarini ko'r qilib atgan, ko'zlarini ko'r qilib atgan, quloqlarini anglamas qilib atgan. Ular haddidan oshgancha davomli haddidan oshirdi. Toki ularga Allohning azobi yetganga qadar, Alloh subhanahu va taolo bizning qo'limiz orqali ularni jazolagan qadar ular haddini topmaydi. Shuning uchun biz qarg'ularcha, plansiz, tartibsiz, tashkilsiz harakat qilishdan tartiblik, tashkillik, planlik, uzunni ko'zlaydigan nishon, plan bilan harakat qilishimiz kerak. Xitoy tajovuzchilariga qo'limizdan kelgan imkoniyatlar orqali amaliy shaklda javob qaytaradigan. Xitoylar bizga qanday hujum qilgan bo'lsa, Xitoylar bizni qanday qirg'in qilgan bo'lsa, biz bu shu xil usul bilan javob qaytaradigan bir planni, bir sistemni qurib barpo qilib chiqishimiz kerak. Biz bularni barpo qilishda mavjud shaklda o'z imkoniyati, iqtidoriga qarata davomli muntazam sistemli xizmat qilayotgan, ko'zga ko'ringan, xalqimiz tomonidan e'tirof qilingan tashkilotlardan boshqa bir narsani, boshqa bir xil shaklda badal to'lashni kutib o'ldirishimiz buni toza yaxshi bo'lmaydi. Chunki ular yillardan beri badal to'lash, yillardan beri xizmat qilish orqali xalqarada o'zimiz turayotgan davlatlarda ma'lum darajada kuchga erishdi, ma'lum darajada e'tirofga erishdi, ma'lum darajada diplomatik munosabatlarga erishdi, ma'lum darajada so'zi o'tadigan holat shakllandi. Ulardan farqli bir narsalarni kutadigan bo'lsak, ularning yillardan beri barpo qilgan sistemi cho'kib ketishi mumkin. Balki ularning 5 yillik, 10 yillik planlari, nishonlari amalga oshmay cho'lib ketishi mumkin. Shuning uchun biz xalqimiz har tarafdan, har shaklda farqli liniyalardan, farqli usullar orqali Xitoy tajovuzchilariga qarshi unumli xizmat qilishimiz kerak. Biz bir davlat da'vosi qilayotgan ekanmiz, davlatimizni tajovuzchining qo'lidan qutqizamiz deydi ekanmiz. Cho'qim bizda farqli liniyalar, farqli tashkilotlar, farqli faoliyatchilar bo'lish kerak. Ammo buning qizil siziqlari bo'lish kerak. Bir-birimizga qarg'ularcha hujum qilmasligimiz kerak. Agar siz birsini cho'qim ma'lum bir narsa bilan qorlaydigan bo'lsangiz, ma'lum bir kishini satqin deydigan bo'lsangiz, xoin deydigan bo'lsangiz va yoki boshqa xil bir shaklda haqorat qilgan bo'lsangiz, mayli xalqaro qonunlarga qarab beqing, bir kishini qoralash uchun cho'qim dalil isbot bo'lish kerak yoki shahid bo'lish kerak. Hech qanday dalilsiz, shahidsiz, hech bir sababsiz bir kishini qorlasangiz, qorlagan kishi cho'qim jazo yeydi. Dinimizda ham shundaq. İnsoniy axloqdimi, insonligingizdimi bir kishini bekorga qorlasangiz, bu insonlikka uyg'un bo'lmaydi. Bu dal insonlikdan chiqib ketgan Xitoylarga yarashadigan bir ish. Shuning uchun agar siz birsini qorlamoqchi bo'lsangiz, oxiratda Alloh o'zim hisob bermayman demasdan, bir kishini qorlaganligingiz uchun, jamoatning oldida qorlaganligingiz uchun cho'qim jamoatning oldida jamoatga buni isbotlashingiz kerak. Bo'lmasa bir turkum ilmsiz, bilimsiz kishilarning, nadan kishilarning kallasini qaymoqtirib, jamiyatimizda Sharqiy Turkiston xalqining orasida nurg'unlagan fitna fasodlarga, bo'lgunchilikka, urush, jidalga sabab bo'lasiz. Bu dal Xitoy tajovuzchilarining ep baramayotgan narsasi. Bu xil qilmishlaringiz ma'lum bir mansab uchun yoki jamoatning oldiga chiqib olish uchun va yoki ma'lum bir to'plamning ko'ziga chiroyli ko'rinish uchun bu harakatni ilib borganingiz Xitoyga haqsiz xizmat qilganingiz bo'ladi. Shunlashqa qo'lida har xil imkoniyati bo'lganlar, qo'lida farqli materiallar bo'lganlar shu xil materiallardan foydalansin. Qo'lida iqtisodi bo'lgan boy qarindoshlarimiz boyligini sarf qilsin. O'zida xolis ixlos bo'lgan, so'zida samimiy bo'lgan, faqat uyda o'ltirib, uydan chiqmay turib, namoyishning foydasi yo'q, aning foydasi yo'q, maning foydasi yo'q. Unda qilgan bilan vatan ozod bo'lmaydi. Bunda qilgan bilan vatan ozod bo'lmaydi. Qurol ko'tarishimiz kerak deydigan kishilar ko'tarish kerak. Yoki shuningga loyiq imkoniyatni hozirlash uchun ter to'kish kerak, qon to'kish kerak. Uyda o'ltirib olib, boshqalardan og'rinish, boshqalarni qoralash, boshqalarni tillash bu hech kimga hech qanday foyda kelmaydi. Bir inson o'zining og'zida bir so'zi bo'lsa, so'ziga loyiq xizmat qilish kerak, so'ziga loyiq samimiyati bo'lish kerak, harakatga o'tish kerak. Agar bir inson o'zining uyining ijarasini to'layolmay qarzga ehtiyojli bo'lib, qarzni boshqalardan qandoq izlagan bo'lsa, yoki qursiqqa osh qilib yemaklikni qandoq izlagan bo'lsa, mustaqillik uchun, tajovuzchi Xitoyga qarshi harakat qilish uchun, hamkorlik uchun, o'zining nishon maqsadiga yetish uchun
başkalarını şundak izleyiş gerek. Qarız izlegendek izlep turup, qarindişim mundak iş qilaylı degen edim. Billi qilimizmi? Qarindişim mundak iş qilay degendim, pulum yo'q, pul berip tura alamsan. Qarindişim mundak iş qilay degendim, mundan esken bo'lib qoldi. Menga munda yordam bera alamsan. Menga hamkorlasha alamsan. Degenge o'xshash başkalar bilan to'xtamasdan ko'rishish, fikrlashish, izlanish orqali o'zingizning Alloh yo'lida qilmoqchi bo'lgan ishingizni qilish uchun faqat so'zda, faqat Facebookda, faqat boshqa yerda emas, amaliy maydonda qilish uchun bedel to'lashingiz kerak. Samimiyatsiz insonlarmi albatta ikki dunyoda xor bo'lib ketadi. Biz Xitoy tajovuzchilari nurg'unlagan jazo lagerlarini, to'plama kamplarini, qiyin qistak markazlarini qurgan vaqtda hayron qoldik va unga o'xshash shaklda javob qaytardik. Bir necha kun namoyish qildik. Uningdan keyin xalqimizni farqli shakllarda necha oylab sulab qo'ydi. Uydan chiqmaydigan qilib qo'ydi. Uningdan keyin ularning uylarini qulupladi, zanjirladi. Onunğa hayran qaldıq, bir neçəligen namayişini qılıb qoyduq. Bizning qilgan namayişimiz bunun qarta Xitoyning jinoyati qarta bir javob bo'ldi. Onundan keyin boşu bahane bilan neçəligen qarindoshlarımızning uylariga o't qo'yib, bu o'tni qasdan o'chamasdan nurg'ulgan qarindoshlarımızning o't kuyib shahid bo'lishiga sabab bo'ldi. Bunun qartami namoyish qilish orqali javob qaytaryapmiz. Biz davlat da'vosi qilgan kishi cho'qim davlatni qurish uchun bizga dushmanlarimiz qanday hujum qilgan bo'lsa, Checheniston xalqi bunun qarta qanday javob qaytargan bo'lsa, Ukraina xalqi qanday javob qaytargan bo'lsa, Falastin xalqi qanday javob qaytargan bo'lsa, biz imkoniyatimizga yarasha ichimizda mavjud bo'lgan haqiqiy erkaklar bilan, haqiqiy azimatlar bilan biz cho'qim ana shunday xalqaro saviyadagi bir javoblarni berishimiz kerak. Xalqaroning ko'ziga ko'z tutib qo'ygudek javob qilishimiz kerak. Xalqaroga ma xalqning shunda irodasi bor ekan, shunda quvvati bor ekan degan narsani ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun qarindoshlarimizni bu 3 xil ish ustidan qattiq ogoh bo'lishini, qarindoshlarimizning, tashkilotlarimizning bu ish ustida o'ylanib, uzun muddatli plan va sistema ichida tayyorlik qilishini, Xitoyga farqli shakllarda qilmishlarga qarata jinoyatga qarshi javob qaytarishini umid qilaman. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga